svechalar qotib qolgan, yemirilib ketganda. Agar bu holat yuraversa, eshitmay qolishi ham mumkin edi. Biz buni hayotga qaytardik. 88. 88. O'zi operatsiyadan chiqqandan keyin sezdingizmi? O'zgarish sraz bilinadi-da. Ishlaydigan joyim Farqatisi bozorda arava suraman-da. Sharoiti ham to'g'ri kelmas. 25 millionlik operatsiyani 38 millionga qilib berdingiz-a, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Shundan men rozi bo'laman. Bemorning sal qiynalyaptilar, dimoqda gapirayotgan sababi burunlarni ham operatsiya qildirganlar, quloqlarda opuxili bor edi, o'simta. Endi bu operatsiya agar qilinadigan bo'lsa, bir 25 million, 30 milliondan oshib ketadigan operatsiya. Chunki ham burun bo'ldi, quloqda radikalniy bo'ldi, protez qo'yildi, fatsi qo'yildi, ichi tozalandi sanatsiya qilib. Sabadarmon klinikasi murakkab operatsiyalarni, qimmat operatsiyalarni skidka bilan imtiyozlar yaratib berdi. Sabadarmon klinikaga katta rahmat.